Arzuyumuz uchun tirishayotgan ayollarninki 9-10 kunlik vlogini olib keldim jumu. Unda olib qolsa bilasizlar-ku, kon qayda bo'yicha yurak besi yetib, inkas rayoniga g'ayrat qiladigan madasidan yuz o'tgandan keyin oxirgacha ko'ringlar, konjoq vasanlar texmi yaxshi bo'lamiz bilan ko'ralaysizlar. Yurak bes misollar videolar to'xtab qoldi jumu. Unda olib qolsa qaranglar, aytgandilar mana saat 5 taplagan o'rnimizni qoplam yig'ilga chiqib oldik. Kundamda bir tarazga tushmasam ko'nglim bo'lmaydi, chunki men miya kelishdan burun 52 kilo chiqatdim. Miya kelgandan yaqin miyani havo chiqib ketdimi yo ko'ngil sal xotirjam bo'lib qoldimi miyada. Bilmayman, 55-56 kilo chiqadiganlar bo'lib qoldim-da, endi qanday samirib ketdim bilmadim. Atgan mallarning qo'sqin bir aqir to'ydirib o ishlarni bitgan ekan, mallar ayqin tazilgan bir ish bor, bu ishlarni kunni qilsak bo'lmaydi. Shuni bilan yo'ldoshma motorni haydab berdi. Hamda hayotimni motor haydab boqmoqqa bo'pti, haydab boqaysan, buni haydashmasan kimdi? So'ng qarsam mana bizning loban miyalarni supurib ketib to'sh qilib, u yoq bu yoq o'tkaz qo'ldan bir narsa tushmaymish ishlarni qilib yurdi. Benim balam ish qilib ajoyib sho'q, ananki kalasim ajoyib bek ishlaydi, ajoyib bek mehribon ish qilib. Sinovlar miyada yo'ldosh kisi muvajiga ajoyib amroq emas, mana dadasini oldiga chiqib oldi, smiyatga o'g'itlarni nim qilma deb teshib chiqib ketgan tuxbum dadasini oldida turib oldi. Mana bizning miyani oldida bizga yo'g'on o'stama shunchalik peyza. Shu ashta qiplamdan tushib ketib ekan, to'qni yemishni bilmay tunugun buz quyruq yapti ekan, to'piyam mifayit biray bo'ldi. Soat 1:10 bo'lib ketdi deb va uylarni tozalab, uni buni qilgachalamishda vaqib ketdi. Shuning bilan uyda bosay bilan mifayitni boshlab turdi. Shu ochiq narsaga ajoyib amroqchimiz qilib balamdan ayrim avilib uzamash ochiqlardan qaytib yurib yedim mani. Tamoqlarimizni yeb qilib birdam aramizda ayb soat qarsa soat 5 o'tdi. Ma balam uxlab chiqibdi mana. Dadasi maykasini yeyishversa, dadasini cho'qim do'rab yeyishdi. Shunda qilib u kuni uxlab qilib aytib qopsan talatmishda yomg'irlar ketdi. Voh, nima degan peyza havo bu deb shunchalik xushyoqdi ma havo menda yomon ko'ngil uzoq o'tdi. Miyada mana salqon havo biz ajoyib xushyoqdi ekan jumu. Siqilib yomg'irning yig'ib to'g'ini yaxshi kerakmi? Qaysi kunlar issiq bo'lib ketgan turadi, ma yomg'ir yig'ib havo deya shuncha peyzib ketdi jumu. Sununi jag'staydi girimlar batdi. Kenda shundan shu girimlarimga chiqmay deb miyada 3 chini qatroz tizilib choy etibman, yana uyda bizlar batyamizmi. Shu bular choyni etib barib aldirashlab minib qoldi. Bu ishki admin batdi, ishki spek aldirayotganda. Shundan do'konga keldi. Mana do'konni girim bo'yim, kiyim-kechak bizni ta'minlash paketlari bo'ldi-ju. Shu ma'u shagirdim jumu meningki. Qizil qog'oz olayotgan tuxponing girim qo'ydim. Ma hadim girim qo'ydim. Shuning bilan tuyuqsizlam g'ulja kiram qoldik. Ajoyib qiziq ishlar. Ma girimni qilib mana mashaq telefon qilib qoldi. Odam to'shmagan deb telefon qilib qolsa sizlar bilan to'shdi bo'ldi dedi. Girimsiz ashu kala qaram poq oyoqlarim bilan puturumim qaramay uchib qopdimi? Texma oldirachotdi telefonlarimni do'konga qo'yib mangan gap bor. Şunun bilan miyada bir yo'l qog'ozni tepib oyog'imni etibdi. Men masalamning sumkasi bir bulut, shagirtimning sumkasida bir tal aqatish paket, bir tal lavsurux paket, shuni andim ampay qilib Şu bunda havarayda xo'go-mo'go yemsak, ziyan bo'lib ketadi, o'zimiz yuz kelolmaymiz deb mana ma'u to'nish ko'chadagi men xo'go-han kiriblam yedik, anan kamda o'zimiz yolg'iz yemay tang yel deb men do'stim batdi umrlik do'stimni chaqiribdi va shundan keyin bu yerda yeb bo'lgan ekan do'konga kerakli kirim buyum bu narsalarni tugabdi, shu narsalarni olibdiman. Anan keyin singlim kiyim-kechak olmadi, buning kiyimlarini olgan bo'libdi. Endi men Sidiqa Venera markamdagi kirim buyumlarimni bu narsalarni tugabdi, bularni avvalay deb do'stimning yine kirib shu narsalarni olibdiman mana. Oxiri uni qilib buni qilib mana do'konga chiqib oldik. Shunda qilib mana kunlarim bir-birini qo'g'ishib ajoyib aldirashib o'tib-o'tdi. Unda qolsa davomli qo'llab beringlar, yurak bezib ko'njoqlash unutib qolmanglar. Davomini yo'llaymiz.